Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Bizga takliflar tushyapti. Kafedralar o'rtasida viktorina o'yinlar o'tkazyapsiz, talabalar o'rtasida ham o'tkazing deb. Mana bugun biz talabalar o'rtasida viktorina o'yin o'tkazish uchun hozirlandik. Ular uchun ajoyib kitoblari nomini topish uchun rasmlarni tayyorladik. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Milliy g'oya huquq ma'naviyat asoslari 1-kurs talabasiman. Ismim Isroilov Nuriddin. Biz axborot test markazidan kichkinagina viktorina o'tkazayotgandik. Unda kitobni rasmiga qarab, qaysi kitoblarni topish kerak. Boshlading? Qo'limdan kelgancha aytaman. Bu qaysi kitob? Bu Yashamoq kitobi. Topdingiz. O'qib turasizmi? Ha, o'qib turaman. Bu xona kitobi. Молодец, topdingiz. Yaxshi topyapsiz. Bu qaysi kitob? Bu turk kitoblarini uncha o'qimayman, shunday Lekin kinosigacha bor-ku, bu kinodan hamma ko'rgan. Topamadingizmi? Seriallar ko'raman, turk seriallarini to'g'risi. Yaxshi, rahmat qatnashganingiz uchun. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Sarvinoz, Andijon davlat pedagogika instituti pedagogika yo'nalishi 1-bosqich magistrantiman. Tanishganimdan xursandman. Axborot test markazidan kitoblar rasmiga qarab, qaysi kitoblarni topish o'yinini o'ynayapmiz. Hozir siz bilan ham o'ynaymiz. Boshladingmi? Boshladik. Xo'p, bu qaysi kitob? Choliqushi. Bu o'zida yozuvchi. Qaysi kitob? Ikki eshik orasi. Bo'lmadi, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Adaxavam Mushtaribonu, boshlang'ich 1-guruh talabasi. Biz axborot test markazidamiz. Kichkinagina viktorina o'tkazyapmiz. Unda kitobni rasmiga qarab, qaysi kitoblarni topish kerak. Boshlading? Boshladik. Qani, boshladik. Bu qaysi kitob? Yashamoq. To'g'ri. O'qiganmisiz? Bu qaysi? Bu hayvonlar molxona. To'g'ri. Buncha o'qiganmisiz? Buni ham orqali taniysiz. Mana bu Choliqushi. Choliqushi. Молодец. Kitoblar yaxshi taniysiz ekan. Bu qaysi kitob? Bu kitob hammaga mashhur. Hamma biladi. Topamadingizmi? Rahmat qatnashganingiz uchun.